Assalomu alaykum. Ka'batullohning ichida nimalar bor? Keling mana shu savolga javob berishga harakat qilamiz. Joriy yilgi haj mavsumi tugagach, ommaga Ka'batullohning ichi namoyish etildi. Ka'baning ichida nimalar borligi ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Bir necha 100 yil muqaddam bu savolga hojat bo'lmagan. Chunki o'sha paytda xohlagan kishi Ka'baning ichiga bemalol kirib chiqavergan. Hozirda zamon o'zgardi, makonlar o'zgarmoqda. Odamlarning Ka'ba ichiga kirishini-ku qo'ya turaylik. Izdihomda qora toshga qo'l tekkizish, uni tavof qilish hojilar uchun katta baxt. Tinchlikni saqlash, xavfsizlikni ta'minlash, haj mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida hech kim Ka'baning ichiga kiritilmaydi. Ka'ba ichini tozalash marosimi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan sunnat bo'lib qolgan amal. Shu bois ushbu tadbirda faqat davlat arboblari yoki yuqori martabali mehmonlargina qatnasha oladi. Ka'batullohning eshigini bezashga ishlatilgan tillaning miqdori oltin eshik deb nomlanishiga hamda dunyodagi eng qimmatbaho eshik nomini olishiga sabab bo'lgan. (1979-yili Ka'baga yangi eshik o'rnatilgan. Ushbu eshikni tayyorlash uchun 300 kilogramm sof oltin qo'llanilgan. Eshikka ustaning imzosi qo'yilgan va atrofiga Qur'oni Karimning quyidagi oyat karimasi yozib qo'yilgan. Albatta odamlar ibodat uchun qurilgan birinchi uy Makka, ya'ni Makkadagi muborak va olamlar uchun hidoyat manbai bo'lmish Ka'badir. Oli Imron surasi 96-oyat. Ka'ba ichi va devorlariga marmar plitalar yotqizilgan. Ushbu marmarlardan biri boshqalaridan rangi va tuzilishi bilan ajralib turadi. Makka shahri musulmonlar qo'liga o'tgach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aynan ana shu yerda namoz o'qiganlar. Shuning uchun shu joyda qilingan ibodat savobi ulug' hisoblanadi. Devorlarda bir xil oraliqda Alloh uyini saqlash uchun qayg'urgan buyuk shaxslarning ismlari va Ka'batullohda qilingan ishlarining yorituvchi matn va bezaklari ilib qo'yilgan. Ka'ba tomi yumaloq ishlov berilgan 3 ta ustunda turadi. Ularning har biri 3 ta farishta ismi bilan nomlanadi. Aslida ustunlar faqat dekorativ shiftni ushlab turadi. Haqiqiy tom undan 120 sm balandroqda. U tik yog'ochdan puxta ishlangan va zamonaviy gidrolizatsiya bilan qoplangan. Ustunlar orasida yog'ochli arqon tortilgan bo'lib, unda qadimiy chiroqlar va duolar solingan turli idishlar bor. Ka'ba shiftiga ipak mato qoplangan. Ichkarida yana bir eshik bor. Uning ortidagi zina orqali tomga chiqiladi. Bu eshikka ham oltindan ishlatilgan. Ka'baga kiraverishda ko'zga tashlanadigan ikki ustun oralig'ida o'rtacha kattalikda stol bor. Uning nima uchun mo'ljallangani noma'lum. Bundan tashqari mazkur stolning tortmasi quti ham bor. Unga duolar yozilgan yozuvlar qo'yilgan. Oldin bu tortmada Ka'ba po'sh va chiroqlar saqlangan. Ka'baning ichida istalgan tomonga qarab ibodat qilish mumkin. Sababi bu yerda to'rttala tomon ham qibla sanaladi. Xalq orasida to'rt tomoni qibla deyiladigan joy mana shu yer.